Yoshligimizda it baliq deb o'ylardik. It baliqni ushlab bankada baqib ko'rganman. Keyin qorni to'yib sal katta bo'lgandan keyin asl basharasini ko'rsatgan. Yoshligimizdagi eng legenda ichimlik mors edi. O'sha morsga baqa solib qo'yishadi degan gap bordi. Bu gapni menga akam aytgan. Menimcha olib bermaslik uchun aytgan bo'lsa kerak. Agar dalada mol yaxshi emasa, baqani berkka o'rab molga yedirardik. Baqa ham menda nima degancha molni og'ziga kirib ketardi. Keyin molni ishtahasi ochilib yaxshi yerdi. Mol yaxshi yeb, yaxshi yashash uchun baqa qurbon bo'lardi. Odamlarda ham bor, kimdir boy bo'lib yaxshi yashash uchun qolganlar qurbon bo'ladi. Bitta o'rtam nuqul baqa o'ldirardi. Baqa o'ldirma shamol keladi desam, o'zi shamol kelish uchun o'ldiryapman. Erta dadam devor buzamiz degan. Agar shamol kelsa ish qilmaymiz deyardi. Keyin yana aytardim, baqa o'ldirma, baqa o'ldirsang to'yingda yomg'ir yog'adi deyardim. Baribir o'ldirardi. Sunnat to'y bo'lmagan odamga haqiqiy to'yda nima qizig'i bor? Hozir ana bola katta bo'ldi. Baqa o'ldirgandan keyin 1000 marta yomg'ir yog'di, lekin bir marta uylangani yo'q. Hozir bo'ydoq Pro Max. Har yomg'ir yoqqanda ko'chaga chiqib oladi. Yomg'irdan darak bor, lekin uylanishdan darak yo'q.